noinsoflarda deb man 2 yil umrini yo'qotdimda qizlar. Sizlarga shuni yo'qotmaslik uchun, motivatsiya bo'lish uchun sotuvdek ko'ylaklarni qo'ysam ham bo'ladi, lekin meni ko'rib, bitta kuzatib yangi chevarlarimiz qo'shilishyapti-da, men qilgan xatoni qilishmasin deb bu gaplarni gapirib o'tishga qaror qildim, qizlarjonlar. Shunaqa noinsof ekan bular. Bitta chevar topishadi, misol mani ishlatishadi, oxirida katta qarz bo'lgandan keyin keyingi chevarga o'tishadi, keyingisini hisob qilib turishadi o'zi. Unga boshqa voy bunaqa qilib beramiz, buncha pulingizni buncha qilib beramiz, bundan buncha qoladi, sizdan teng ajratamiz, sherik bo'ling deyishadi. Shunaqa nimalari ko'p bo'ladi. Unaqa pand yegan chevarlarimiz ashunchada Marg'ilonda bularning orqasidan. O'shaning uchun men nimaga buni gapirishga qaror qildim qizlar. Sizlar ham pand yeb bo'lmanglar. Marg'ilonlik, farg'onalik qizlarimiz yeb, qolgan viloyatdagilar ham sherik bo'lishdan oldin o'ylab ko'ringlar. Hech qachon sherik bo'lmanglar. Men maslahat beraman. Hech qachon sherik bo'lmanglar. Faqat o'zlaring harakat qilinglar. Ozginadan bo'lsa ham o'zlaring harakat qilib chiqinglar. Xo'p, ishchi bo'linglar, lekin o'sha ma'lum miqdorda pul to'plab, o'sha dasmayani kirgizib yo'lga qo'yish uchun ham vaqt kerak bo'ladi-da. Birovning haqqini haq deb bilmaydi bular. Hech qachon birovning haqqini haq deb bilmaydi. Qarz bo'ldim, buni uzay deb harakat ham qilmaydi-da, qizlar, harakat ham qilmaydi. Inson qarz bo'lgandan keyin berishim kerak degan narsa bo'ladi. Bularda unaqa niyat yo'q, bu insofsizlarda unaqa niyat yo'q. Men hali bu bitta videoga sig'maydi. Shuncha ozuchkam. Keyingi videolarda qo'llab-quvvatlab turinglar. Yana davomlarini gapirib boraman qizlarjonlar. Podpiska, layk, repostlar kutib qolaman sizlardan.